Demak, hammaga assalomu alaykum. Bugun biz sizlar bilan University of Birmingham talabasining bir kuni degan videoni olamiz. Ushbu video juda oddiy bo'ladi. Haqiqatan bir kunimni qanaqa o'tkazishim, darslar qanaqa bo'ladi, ovqatlanishni qayerda qilamiz va hokazo. Va shu hammasini siz ushbu videoda ko'rishingiz mumkin. Xo'p, hozir bizda soat 9dan 3 minut o'tdi. Soat 10da birinchi darsim bor, matematikam. Ungacha hozir men oshxonaga chiqib, zavtrakimni qilib olishim kerak bo'ladi. Va unda sizlar bilan ketdik. Zavtrak tayyorlaymiz. Bugun biz sizlar bilan Amerika kinolariga o'xshab ertalabki bыстро приготовленный хлопья emas, kasha pishiramiz, овсяный. Hozir men kashani pishirib bo'lguncha sizlar like bosib obuna bo'lib turinglar va hozir men gaz yoqishim bilan bizda yetishgan ovozi chiqadi. O'shaning uchun men ovozini eshita olmaysizlar, o'shaning uchun kadrni shu yerda uzamiz. Hop, mana sizlar bilan ertalabki zavtrakimiz ham tayyor bo'ldi, kashamiz. Endi buni tez-tez yeb, keyin darsga shunaqa ham bo'lib turadi. Endi buni tez-tez yeb, keyin darsga qarab yo'lga chiqib ketamiz. Sizlar videoni ko'rishda davom etinglar. Menga bo'lsa yoqimli ishtaha. Hop, zavtrakka ham qilib oldik mana. Bugun ikkita darsim bor. Obedda orada 1 soat vaqtimiz bo'ladi, lekin uyga kelib yetishib ulgurmayman. Shuning uchun такой правильный питание, там go'sht, garnirlarni olamiz saboga. Universitetda o'zi maxsus menga yoqadigan bitta bino bor, u yerda oshxonasi, hamma narsasi bor. Xullas, yashab qolsam bo'ladi. O'sha yerga borib isitib ovqatlanib olamiz. Bo'lmasam ketdik. Xullas, mana oshxonam. Kiyinib bo'ldim. Popga tayyor. Kichkinagina room to'rcha mana xonamga. Va biz unda ketdik. Shunaqa qilib, bizda hozir birinchi darsimiz matematika. Math 2 and Calculus degan fanimiz bor. Va hozir Old Joe, ya'ni o'sha soat minorasining tagida Law School binosida bo'lar ekan. Taxminan 15 minutlarda hozir yetib olamiz va yo'l-yo'lakay sizlarga qiziqarli faktlar, joylarni ko'rsatib, gapirib o'tib ketaman. Va bu darsimiz 2 soat bo'ladi, leksiya va undan keyin obetlangani boramiz. O'zi bugungi kunim haqida qisqacha gapirib beradigan bo'lsam, o'sha boya aytganimda ikkita darsim bor. Hozir matematika, keyin obed qilamiz, undan keyin ingliz tili va shu bilan universitetda darslarim tugaydi. Uyga qaytib, kiyimlarni alishtirib, ovqatlanib, keyin zalga chiqib ketamiz. Bugun bizda juma va tog' kunlari menda zalim ham bor. Zaldan kelib, keyin fizik imtihonimga tayyorlanamiz. Fizikadan yakuniy imtihonim qolgan. Va shu bilan kunimiz ham o'z yakuniga yetib qoladi. Va bu yerda mana qanaqa manzaralarda biz universitetga ketishimizni ko'rsanglar bo'ladi. Yana bitta qiziqarli fakt, universitetimizning maydoni, areasi o'zbekchasiga qanaqa bo'lishi esimdan chiqib qoldi. Yuzasi, ruschasiga ploshad deyiladi, S harfi bilan. 300 gektarga yaqin, adashmasam. Va bu universitet Buyuk Britaniyadagi ikkinchi eng katta shahar, Birmingham shahrida joylashgan. Mana shu binoni eslab qolasizlar. Hozir darsdan chiqib, katta ehtimol bilan aynan shu binoga kelamiz. Sababi bu binoda oshxonasi bor o'quvchilar uchun. Hamma shart-sharoitlar qilib berilgan.
Va boya saboy olgan ovqatimni mana shu yerda isitib yeb olib, obedda ham qolamiz. Va undan keyingi darsimizga yo'l olamiz. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Universitetimizning asosiy hududiga kirib keldik. Bu bino bizda Muirhead Tower deyiladi. Ikkita egizak minora va adashmasam bu binoning tarixi juda uzun va 1960-nechinchidir yilda qurilgan. Haligacha bor, tasavvur qilasizmi? Bu universitetning eng asosiy kutubxonasi va bu yoqdagi mana maysa va mana soatni eshitsanglar bo'ladi. Bu eng bunaqa mana shunaqa uzilishlar bilan chalish asosiy soatlar, ya'ni soat 9 da 10 da har soatda chaladi. Oddiy har 15 minutda chaladigan ham bor. U qo'shiqqa o'xshab chalinadi. Har 15 minut o'tganini anglatish uchun. Shunda 1 soatda 4 marta chaladi. 24 ga 7 ishlaydi bu soat. Bugungi birinchi darsimiz aynan shu Law binosida bo'ladi. To'g'ri, darsimiz o'zi matematika, lekin huquq binosida bordi. Bu endi hozir semestr oxiri bo'lib qolgani uchun bo'sh xonada qayerda bo'lsa, o'sha yerda bo'layotgani uchun mana shunaqangi har xil joylarda bordi. Atak har doim har bitta fan o'zini binosida bo'ladi. Bizda darsimiz tugadi va hozir ovqatlangani ketamiz. Xo'p, biz mana keldik o'sha boya ertaroq ko'rsatgan binoyimiz. Mana bu nima desanglar? Aqlli pol artadigan anaqa robot. Hozir biz ana Hamidga kirib ovqatimizni isitamiz. Obed qilib, keyingi darsimizga keyin ketamiz. Faqat u qanchalik toza yoki anaqa bilmayman. Hop, navbatga turamiz. Ko'rsanglar bo'ladi. Xolodilnikimiz bor. Bu yerda yana bitta xolodilnik, morozinnik bo'ladi u. Polkalar, mikrovolnovka, kofe-malka, toster, tefal. Hamma narsa bor, короче, bu yerda musor shimlari. Xullas, mana shunaqa laboratoriyalar oldidan o'tib ketib, obedimiz ham qoldik. Endi ingliz tilimizga qarab yo'l olamiz. Priorsfield degan binoda. Taxminan 5-10 daqiqalik masofada joylashganmiz hozir. Sizlarga mana bu narsani ko'rsatmoqchiman. Qanaqa hayvon bu? Mana shunaqa uyda bugun binomiz bo'ladi. Oldin qadimgi eski uy, mana dizayn materiallarini ham ko'rsatib bo'ladi. Bizning darsimiz tepada. Tanish o'rtog'imizni ko'rib qoldik. Isfandiya. Shunaqa qilib, mana kelib oldik. Hozir kartani olib. Mana bizning flatimiz, birinchi flat. Bizda Sundayji bilan bunda uriladi va eshigimiz ochiladi. Bu yerda 4-xona meniki. Shunaqa qilib keldik mana.
Hop, shunaqa qilib o'rtoqlar, mana hozir universitetdagi darslarimizni ham tugatib oldik. Endi hozir nafas rostlab, xotirjam, miyani joyiga keltira olib, oshxonaga chiqib, ujinga ovqat tayyorlab, yeb, keyin zalga yo'lga olamiz. Zalga yo'lga chiqamiz, короче. Agar hozirgacha shu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, kattakon rahmat, sabringizga qoyil. Demak, ozgina bo'lsa ham qiziqarli yoki foydali bo'ladi degan umiddaman. Bizdan uzoqlashmang. Üstümüzden geçti yürek, üstümüzden geçti yürek, zarafat şirin kâne. Biz mehribana edelik, biz mehribana edelik, gelin dostlar deyip yürek. Biz mehribana edelik, biz mehribana edelik, gelin dostlar deyip yürek. Mana shunaqangi holatlar ham bo'lib turadi. Baland gapirolman, sababi mana tepada hozir bizda pojarniy datchik deymiz, o'sha yong'in xavfsizligini oldini oluvchi va bu narsa hozir butun общежитиямizda jiringlayapti. Buni yagona sababi mashg'ulot ishlari. Sababi har hafta, har 2 haftada bir butun общежитияda mana shunaqangi nima deydi, favqulodda vaziyat shug'ullanishlari olib boriladi. Ya'ni bunga hech qanaqa xavotirga o'rin yo'q. Hozir hamma tashqariga chiqib, hamma yig'ilib, ko'rishib, yana hozir qaytib xonaga kirdik va bir necha daqiqalardan so'ng buni hozir o'chirishadi va ungacha biz sizlar bilan jimga kiyinamiz, narsalarimizni yig'ib yo'lga chiqamiz. Hop, mana sizlar bilan ham jimga kiyimlarimizni tayyorladik. Endi shuni kiyib, keyin yo'lga chiqamiz. Albatta, jimga chiqayotgandan keyin naushnik unutmaymiz. Soatni taqdik. Suyun daydini olamiz va qolgan suv, hamma narsalarimizni solib, jimga yo'lga chiqsak ham bo'laveradi. Yuguraman desanglar, sabab bahona kerak emas. Shunchaki qilish kerak bo'ldi. Mana akam ko'rdinglar, kuchuklar bilan birga yuguribdilar. Shuning uchun ko'p o'ylagandan ko'ra bitta o'sha boshlab olsanglar, hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Kichkinagina motivatsion kadr edi bu. Videoni ko'rishda davom etinglar. Jimimizda yana bitta plyus tomoni bor. Mana bu yerda oddiy jim. Bu sherigim bo'ladi, Sarvar. Va u bilan birga har doim zalga chiqamiz. Tushunishingiz uchun butun zalda hozir faqat 2 kishimiz. Ya'ni bugun juma o'zi. Bugun ko'pchilik oxirgi ish kuni, o'qish kuni va bizda shanba yakshanba kuni hamma dam oladi. Va men hozir butun zalni qisqacha aylantirib olib chiqaman. Hech kim yo'q. Mana. Zalimiz 24/7 ishlaydi va resepsiyon faqat kunduz ishlaydi va hozir resepsiyon yo'q tushunishi uchun, ya'ni administratorlarning hech kim yo'q. Va qo'polib ketganda biz xohlagan narsamizni qilamiz, lekin bu yerda xavfsizlik tizimi va registratsiya tizimi juda qulay ishlab chiqarilgan. Ya'ni hammani o'zining kartasi bor, butun zal hududiga kira olish uchun. Va mana zalda hech kim yo'q. Hamma treadmilllar bo'm-bo'sh. Mana shunaqa qilib bugun zalda shug'ullanyapmiz.
deyarli hamma mashg'ulotlarimiz tugadi. Uzog'i 20 minut, yarim soatda hamma narsamiz tugatib, уже uyga yana qaytamiz. Xullas, mana Sarvar mana hozir zaldan chiqib biz qayerga keldik? Morrisonsga keldik. Bu o'zimizni Korzinkaga o'xshagan bitta supermarketlar seti yo'q. Zaldan chiqqanda qorin juda ochib ketgani uchun hozir yegani bu narsa olamiz. O'zi bozorlar ham qilishimiz kerak edi. Prosta bugun zaldan keyin planda yo'q edi. Ertaga kelamiz bozorlar degani va o'zi bu yerda Angliyada haftalik bozor qilish o'zi ro'zg'orlar necha pulga tushadi, narxlar qanaqa, bozorlar o'zi umuman qanaqa qilinishi qiziq bo'lsa, shu video kamida 100 ta like yig'sa, keyingi videoda Angliyada bir haftalik bozor degan video ham olamiz. Xo'p, o'rtoqlar, mana bizda kechqurungi soat 1 dan 10 minut o'tdi. Fizik imtihonlarimga tayyorlanib oldim. Imtihongacha hali yana bir hafta bor. Ungacha yana hali ko'p tayyorgarlik bo'ladi. Va shu darslarimni tugatib oldim. Ertaga bizda shanba, 9-may, hech qanaqa darslarimiz yo'q. Universitetda darslar bo'lmaydi, lekin kunimiz bo'sh o'tadi degani emas, sababi ertaga bir qancha ishlar bor, amalga oshirilishi kerak bo'lgan. Qisqacha ertaga ertalab gashtakchilar yugurish klubi bilan yugurishimiz bor. Undan keyin bozorga borib kelamiz ro'zg'orlar qilgan bolalar bilan va undan keyin esa kechki payt o'zbek hamjamiyatilar bilan futbol bo'ladi. Ya'ni o'sha vatandoshlarimiz bilan, akalarimiz bilan, ukalarimiz bilan do'stona o'zimiz uchun vaqtni maroqli o'tkazish uchun futbol o'ynaymiz. Universitetda maydonini buk qilingan, ya'ni bron qilingan. Va qisqacha shu. Agar videoni shu oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, hozirgacha ko'rib turgan bo'lsangiz, sizga kattakon rahmat. Shunchalik erinmasdan videoni boshidan oxirigacha ko'rganingiz uchun umid qilaman siz bu videodan hech bo'lmasa ozgina bo'lsa ham bir qiziqarli fakt yoki qanaqadir bir ma'lumotga ega bo'ldingiz va shunchaki vaqtingizni bu videoni ko'rish bilan sarflab yubormadingiz degan umiddaman. Va shunaqa o'rtoqlar, videoning oxirida men nima demoqchiman? Hayotda orzu qilishdan, niyat va maqsad qo'yishdan to'xtamanglar. Har doim harakatda bo'linglar, sababi harakatda barakat deyshadi-yu, bu rostdan ham shunaqada. Ya'ni 1 yil oldin men orzu qilganman, niyat qilganman, maqsad qilganman, lekin hech o'ylamaganman chet elda mana Angliyada turib mana shunaqa video yozishim haqida. To'g'ri, bu o'tadi miyangizdan, misol uchun xudo xolisa mana shu davlatda, mana shu universitetda o'qiyman va hokazo. Va shunchaki orzu qilish bilan cheklanib qolmang. Doim intiling, harakatda bo'ling va har doim kechagi o'zingizdan yaxshiroq bo'lishga harakat qiling va shunda sizda rivojlanish bo'ladi. Va shunaqa o'rtoqlar, harakatdan to'xtamanglar. Videoni ko'rganingiz uchun kattakon rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.